Bu mevaning qanday foydalari borligini bilsangiz balki hayron qolarsiz. Ananas dunyodagi eng ommabop va foydali mahsulotlardan biri. U faqat yoqimli va sersuvligi uchun emas, balki organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatgani uchun ham qadrlanadi. Uni iste'mol qilishga qarshi ko'rsatmalarning deyarli yo'qligi bois ananasni universal mahsulot deyish ham mumkin. Ananas iste'mol qilish uchun 8 ta sababni sanab o'tamiz. Immunitetni ko'taradi. Ananas sharbatida ko'plab vitaminlar, oziq tolalar va organik kislotalar mavjud. Bu ananasni odam uchun oziq moddalar manbaiga aylantiradi va organizmning turli kasalliklarga qarshi chidamliligini oshiradi. Ikkinchi sabab, suyaklarni mustahkamlaydi. Ananas iste'moli suyaklarni mustahkamlashga yordam beradi, chunki uning tarkibida ko'p miqdorda marganец va kalsiy bor. Bir stakan ananas sharbatini ichish organizmning marganetsga bo'lgan kundalik ehtiyojining 73% qondirishi mumkin. Uchinchi sabab, tish va suyaklarni mustahkamlaydi. Ananasda ko'p miqdorda C vitamini mavjud bo'lib, u tish va milklarni mustahkamlashga qodir. Ananas sharbati shuningdek tish toshi paydo bo'lishiga to'sqinlik qilib, parodontez kasalligi xavfini kamaytiradi. To'rtinchi sabab, bo'g'imlardagi og'riqda yordam beradi. Agar sizni bo'g'imlardagi og'riqlar bezovta qilsa, xuddi menga o'xshab, ananas taomnomangizda bo'lishi kerak, chunki uning tarkibidagi bromelain fermenti bu muammodan xalos bo'lishga yordam berib, yallig'lanish va shishlarni kamaytirishda sizga ancha naf keltiradi. Beshinchi sabab, ananas yurakka foydali. Yurak xurujlari, insult va boshqa yurak tomir kasalliklari xavfini kamaytirish uchun onda-sonda o'zingizni ana shu mahsulot bilan siylab turing. Oltinchi sabab, qon bosimini pasaytiradi. Ananas tarkibidagi kaliy gipertoniyaga qarshi kurashda eng yaxshi vosita sanaladi. Yettinchi sabab, ko'rishni yaxshilaydi. Hammaga ma'lumki, tarkibida beta-karotin va A vitamini ko'p bo'lgan mahsulotlar ko'zlar salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ananas xuddi shunday mahsulot sanaladi. U ham qariganda ko'rish qobiliyatini yo'qotish xavfini kamaytiradi. 8-sabab, hazm qilishni yaxshilaydi. Ananas oshqozon shirasining fermentativ faolligini oshirib, hazm qilishni yaxshilaydi. Har xil taomlar qo'yiladigan bayramona dasturxonga aynan ananas sharbatini tanlash tavsiya etiladi. Ananasning barcha foydali xususiyatlariga qaramay, sog'liqqa bilib-bilmay ziyon yetkazib qo'ymaslik uchun uni ehtiyotkorlik bilan va me'yorida iste'mol qilish lozim. Ana shu jihatni albatta esingizda tuting.